Assalomu alaykum. Siz Minecraft o'ynaysiz, lekin zerikyapsizmi? Menda siz uchun ajoyib yangilik bor. Videoni boshlashdan oldin aytib qo'yay. Bu qilinayotgan narsalar menga hech qanday foydasi yo'q. Men bu narsalarni qilishimdan maqsad O'zbekiston Minecrafterlarini kuchaytirish, yosh Minecrafterlarni patishga qilish maqsadida qilyapman. Chet elliklar ham qanday qilib O'zbekistonda Minecraft rivojlanishini ko'rib qo'ysin degan maqsadda qilyapman. Bunda menga hech qanday foyda yo'q. Shuni unutmang. Mana videoni ham boshladim. Men ikkita turnir qilmoqchiman. Ya'ni ikkita musobaqa. Bittasi parkur, bittasi PvP. PvPda 16 ta odam qatnashadi. Bu musobaqalarni men iloji boricha sharoitga qarab YouTube'da jonli efir qilib ko'rsatmoqchiman hammaga. Hamma ko'radi. Sizlar so'rashinglar mumkin. Men PvPda yutdim, lekin menga bundan nima naf deyishinglar mumkin. Agar sizlar PvPda yutsanglar 80 ming so'm va bitta tashakkurnoma olasiz. Ya'ni bitta faxriy yorliq sifatida ko'rsak ham bo'laveradi. Parkurda yutsam-chi desanglar, kim birinchi parkurdan o'tgan bo'lsa, o'sha odamga 80 ming so'm va bitta faxriy yorliq beriladi. 80 ming so'm olish uchun sizlar ikkala musobaqani ham yutishinglar kerak. Xohlasanglar bittasida qatnashib, bittasini yutsanglar 80 ming so'm olasizlar. Agar ikkala musobaqada ham yutadigan bo'lsanglar 160 ming so'm pul olasizlar. Bu sizlarning Minecraftga qiziqishinglarni yanada orttiradi va ozgina moddiy tomonlama yordam bo'ladi sizlarga. Bunda qatnashish qanday bo'ladi? Meni Telegram kanalimga o'tasizlar va meni linkam qo'yib qo'yilgan. Shunga yozib, har bir musobaqa uchun 5000 so'mdan to'laysizlar. Ya'ni PvP uchun 5000 so'm, agar parkurga ham qatnashmoqchi bo'lsangiz 5000 so'm. Tashakkurnomada sizning ism familiyangiz va Minecraftdagi nickingiz yozilgan bo'ladi. Tashakkurnoma juda ham chiroyli qilishga harakat qilaman. O'zingizlarga 2-3 ta variant tashlab beraman. Telegram kanalimga 2-3 ta variant tashlaman. O'shalardan bittasini tanlab olasizlar. Men o'shalardan bittasini tanlaganingizda sizlarga tashakkurnoma tarzida chiqarib beraman. Va sizlar o'zingizlarga yaqin bo'lgan kompyuter xonalardan rasm shaklida chiqartirib olaverasizlar. Masalan, web kamerada video qilsangiz ham o'sha tashakkurnoma orqangizga qo'yib qo'ysangiz chiroyli bo'ladi, chiroyli bo'lib turadi. Shunaqa. Qandaydir savolingiz yoki qandaydir tushunmagan joyingiz bo'lsa, Telegram kanalimda linkimni tashlab qo'yganman. Linkimga kirib, yozib, bemalol savollaringizni berib, so'rab olishingiz mumkin, tushunmagan joylaringni. Ota-onangiz aytishi mumkin, bekorchi narsalarga vaqtingizni sarflama, telefon o'ynab o'tiraverma deb. Siz shunda mening turnirimdan yutgan pulingizni va tashakkurnomani ko'rsatishingiz mumkin bo'ladi. Mana men o'z qobiliyatlarimni ko'rsatib, boshqa o'yinchilardan ko'ra ustunroq bo'lib, mana shu narsalarni qo'lga kiritdim deyishingiz mumkin bo'ladi. Meni turnirimga qatnashgan holatda siz o'zingizga ko'p foydali narsalarni olib qolishingiz mumkin. Sizda hech qanday ziyon bo'lmaydi agar yutqizmasangiz. Yutqizsangiz 5000 so'm pulingiz ketgan bo'ladi, lekin o'z qobiliyatlaringizni sinab ko'rganingiz ham bo'ladi. 5000 so'm bilan boshqa O'zbekistondagi o'yinchilardan ko'ra ustunroqmisiz yoki sizdan-da ustunroqlari bormi? Buni sinab ko'rganingiz qoladi. Agar savollaringiz bo'lsa, men tayyorman, berishingiz mumkin. Telegram linkamni Telegram kanalimga qo'yib qo'yganman. Telegram kanali esa YouTube kanalimning biosida turibdi. Siz o'ylab ko'ring va to'g'ri qaror qabul qiling. Menga bundan umuman foyda yo'q. Ko'rishguncha xayr do'stlar.